Boburiylar hozir ham Hindistonni boqyapti desam ishonasizmi? Ja unchalik master deyotgan bo'lsangiz, siz yoqtirmani bosing, men noyob ma'lumotlar bilan bo'lishaman. Yaqinda Hindistonga borib qaytdik va mendan eng ko'p so'ralgan savol Toj Mahalga bordingmi? Do'stlar, Toj Mahal Hindistonda Boburiylardan qolgan minglab obidalardan biri. To'g'ri, u daromad topish bo'yicha eng yetakchi. Yiliga 15 million dollar atrofida. Ya'ni kuniga 38 ming dollar topadi. Sulolaga oid qarorgoh bo'lgan Agra qal'asi, Jahongir Mirzoning bosh rafiqasi Nurjahon begim qurdirgan kichik Toj Mahal, E'timod-ud Davla yodgorligi. Akbar Mirzoning suyukli rafiqasi bo'lgan Maryam uz Zamoniy maqbarasi, Avrangzebning ayoli Dilroz Bonu begim uchun qurdirilgan Avrangoboddagi Bibika maqbarasi, Jahongir shoh tomonidan ayoli Shoh begim sharafiga bunyod etilgan Qusro bog'idagi maqbara, Akbar shohdan qolgan vaqtinchalik poytaxt Fotihpur shahri, Uttar Pradeshdagi Akbar maqbarasi, Boburdan qolgan Mehtob va Orom bog'lari, Shohjahon qurdirgan Marvarid masjidi hamda Shalimar bog'i va yana Parimahal bog'i, Allohobod qal'asi, Shishmahal, ya'ni Ko'zgular saroyi, Muhammad Shoh Mirzoning bosh vaziri Safdarjang uchun qurilgan maqbara. Xullas, bu ro'yxat hali beri tugamaydi. Lekin ishoning, ularning hech biri me'moriy go'zalligi bo'yicha Toj Mahaldan qolishmaydi. Hattoki Toj Mahal Humoyun Mirzo maqbarasidan ilhomlanib qurilgan. 200 yilga yaqin Shohjahonobod deb nomlangan eski Dehlidagi Qizil qal'a qarorgohi yiliga 1,5 million dollar ishlab topadi. O'z qudratining cho'qqisiga yetgan davrda maydoni bugungi Eron yoki Mo'g'uliston hududlaridan 2 baravar katta va aholisi dunyoning 4dan biriga teng bo'lgan imperiya haqida gap ketyapti axir. Buyuk merosni faqat Toj Mahal bilan bog'lamaganim uchun ham boshqa go'zalliklardan bahra olib qaytdim desam ham bo'ladi. Siz esa bizga obuna bo'lib qo'ying, zarar qilmaydi.